Assalamu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Bugungi soat darsimizda sizga Windows sistemiga qachlangan programma Task Scheduler, ya'ni Uyg'urchasi vazifa o'rinlashtiruvchi programmani tushuntirib o'taman. Sizga oldingi soat darsimizda tushuntirib o'tgandek, Windows sistemiga qachlangan nurg'unlagan qolaylik programmalar bor. Bu programmaninki ko'p ishlatiladigan birisi Task Scheduler. Scheduler degan İngilizce so'zninki Uyg'urchasini bu yulg'un lug'at to'rbitidan echib ko'rsangiz bo'ldi. Scheduler degan jadval, vaqt jadvali, jadval tuzmak, jadvalga kirgizmak yoki vaqtni o'rinlashtirmoq degan gap. Undaq bo'lsa, Task Scheduler mushu programmaniki Windowsda zodi qandaq roli bor? Mayli siz bir programmalaylang yoki bo'lmasa aslida bor bo'lgan programmani ijro qilmang. Siz shu programmani tizginlik orqali ijro qilsangiz bo'ladi. Biroq agar siz shu programmani ma'lum vaqtda, ya'ni bekitgan vaqtda ijro qilmoqchi bo'lsangiz yoki shu programmani bir kunning ichida bir necha qatim ijro qilmoqchi bo'lsangiz, buni qanday yaparsiz? Ya'ni demak, siz shu Windows sistemasiga ma'lum bir programmani ijro qilingan bir kalendarni tuzib qo'yasiz. Shunlashqa Windowsda Task Scheduler programma nihoyatda ko'p ishlandi. Bo'libmi shu kompyuter sohasida, masalan biz ba'zida sistemadagi barliq uchurlarni yana bir diskaga zapas ko'chiramiz yoki bo'lmasa hozirgi injenerlikdan intayin eqiyotgan kasbning birisi kompyuter yumshoq detalninki sifatini tekshirishni avtomatlashtirish. Ya'ni buni inglizcha software test automation deymiz yoki bo'lmasa software development engineer in test deymiz. Mushunda siz ma'lum bir yumshoq detalninki sifatini tekshiradigan shu sistemani loyilab chiqqandan keyin u sistemingiz chuqum avtomatik holda bekitilgan vaqtda ijro bo'lib, yana bir sistemani tekshirish kerak. Mushkil mashg'ulotni olib berish uchun biz Windowsdagi Task Scheduler degan mushu programmani ijro qilamiz. Men tuvanda mushu programmani qanday ishlatamiz, qanday uchurlar bor, buni sizlarga qisqacha so'zlab o'taman. Siz Windowsni qo'zg'atgandan keyin Windowsniki osti qismidagi izlash ko'znikiga Task Scheduler deb inglizcha kirgizsangiz, task degan vazifa degan gap, scheduler degan o'rinlashtiruvchi degan gap, shu vazifa o'rinlashtiruvchi programma yoki mushu appni qo'zg'atsangiz bo'ldi. Ko'ryapsizlar, hozirgi shu vazifa o'rinlashtiruvchi programmaninki ko'zniki. Bu sol tarafda siz burun bekitib qo'ygan shu nurg'unlagan vazifalarniki yig'indisi bor. Masalan, bu tuvanlikisi bu Windows'niki o'ziga xos bo'lgan vazifalari. Undaq bo'lsa, tuvanda bir misol ishlaylik. Ya'ni siz bilasiz, Windows sistemida calculator degan mushta bir program bor. Ya'ni hisoblag'ich programmasi bor. Hozir soat 8 dan 38 o'tibdi. Biz 8 dan 42 o'tganda mushu programmani avtomatik holda ochiladigan qilaylik. Masalan, mani o'chirib o'tay. Hozir shu mashg'ulot masini ko'rsatib qo'yaman.
Ma o'ng tarafdagi action degan gap harakat yoki vazifa deymiz. Bu yerga create task degani bir vazifani quring degan gap. Ma'ni ijro qilaylik. İcra qilgandan keyin bu vazifaning ismi nima debdi? Name. Name deganga masalan calculator yoki bo'lmasa hisoblag'ich deb yozsaqmi bo'ladi. Hisoblag'ichni echish deb yozsaq, ondan bu description degani shu programmaga qisqacha tushuntirish. Masalan bu vazifada hisoblag'ich programmasi açıldı deyli. Ondan tuvandikisi bu programını qandaq icra qilish. Masalan, bu run only when user is logged in degani. Masalan, sistemaga ma'lum birisi kirgandan keyin ondan buni ijro qilish. Yoki bo'lmasa keyingisi run whether user is logged on or not. Bunga ishlatuvchi sistemaga kirsin, kirmasin ijro qilish degan gap. Lekin kompyuteringiz chuqur ochiq bo'lishi kerak. Ama trigger degan, endi trigger degan nima deganda siz zodi bu programni qanday vaqt ijro qilasiz? Masalan, new deganni bossam, new degani yangi degan gap. Masalan, shu ko'znakda bir qatim ijro qilaman, one time deydi. Ondan daily deydi. Daily degani kunda, masalan, kunda ijro qilmagan gap. Weekly, haftada masalan haftaniki yakshanba, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma, shanba mushkul ijro qilingan gap. Ondan bu advanced setting degani alohida xoslashtirish, buni ijro qiladigan vaqti. Masalan, hozir 8 dan 41 o'tibdi. Biz ulguramagan bo'ldik. 8 dan hemen 45 o'tganda ijro qiladigan har 2 minutda shu programmani ijro qiladigan bir misolni tuzaylik. Masalan, daily. Ondan buniki programniki boshlangan vaqti masalan 8 dan 45 o'tganda bu programma boshlansin. Ondan mananga repeat every deydi. Masalan, har bir soatda takrorlanadigan gap. Ben bunu 5 minut debdi. Bunu 5 minut demay, masalan, her 2 minutda, yani 45 o'tgandan keyin her 2 minutda echilgan qilaylik. Ondan mani to'xtaman deydi. Biz buniki to'xtagan vaqtini masalan bugun 8-1 biz 50 o'tganda yoki 55 o'tganda bu to'xtasin programın icra bo'lishi. Şuna one time degani faqat bir qatim, daily degani kunlik, weekly degani haftalik, monthly degan oylikdan gap. Ondan bu muqimlashtiramiz, okeyni bosib. Endi biz vaqtni bekitgandan keyin zodi bu vaqtda nima ish qilamiz? Buni biz action, ya'ni vazifa ko'zini ochamiz. Action degandan masalan yangi vazifa new'ni bastık. Basqandaki ko'znakda new action, yani yangi vazifa programni ochaman deymiz. Endi buningdan browserni bosib, biz odatda shu cpan'niki ichida program bor. Cpan'dagi Windows System 32da calculator degan program bor. Masalan, shu programni ijro qilaylik. Open degani bastık. OK'ni bastık. Basqandan keyin ondan bu nurg'un shartlari, masalan, agar programma burunqi programma qismida start the task only if the computer is idle for. Agar masalan kompyuterda program ijro qilmagan bo'lsa, eching deydi. Bu kompyuter nimaga tok ulangan bo'lsa, eching deydi. Az biz bunu OK qilaylik. Endi biz qarab boqaylik.
Ben hozir tizginlikni, ya'ni mousni yoqib qo'yay, biz ekranga qarab turaylik. Hozir 8 dan 44 o'tibdi. 8 dan 45 o'tganda siz avtomatik holda hisoblag'ich programmani cho'qim ekranda ko'rasiz. Buningdan boshqa sizga bu yoqda tushuntirib o'tay. Siz programmani odatda shu USB ijro qiluvchini bekitib bo'lgandan keyin mana bu run degan knopkani bossangiz, bu USBni ijro qilib sinab baqalaysiz. Mana endi deganni bossangiz, USBning ijro qilishini to'xtasiz. Mana disable degani USB o'rlashtiruvchini yo'q qilma degan gap. Mana hozir qarang, ekranning ost qismida mana hisoblag'ich programmasi ochildi. Mana bu ko'zga miyada ko'rinibdi, mana birisi ochildi. Ben bunu hozir etib o'tay. Yana 2 minutdan keyin, ya'ni 8 dan 47 o'tganda bu ko'znak yana qayta ochildi. Biz men etib o'tib, ekranga qarab turaylik. Hozir men bu tizginlikni, ya'ni mouseni mishaga qo'yib qo'ydim. Siz 47 o'tganda shu hisoblag'ich programmasini qayta ko'rasiz. Endi bu USB ijro qiluvchi programminingki yana boshqa qandaq roli bor degan vaqtida siz USBni mishaga o'xshamagan USBni bekitsangiz bo'ldi. Misol uchun siz agar kompyuteringizni kunda kechda avtomatik holda o'chiradigan bir USBni bekitib qo'ysangiz, tordan izlab, masalan, kompyuterni qanday o'chiraman deb shu USBni ijro qo'ysangiz bo'ldi. Tuvanda 46 o'tdi, qarab turaylik, 47 o'tganda kompyuterdagi shu USB o'rlashtiruvchi programma hisoblag'ich programmasini avtomatik holda ochish kerak. Hozir 46, azroq ta'xir qilib tursak, yeni bir programma icra bo'ladi. Biz shu yumshoq detal loyilashdan jiq ishlatamiz. Bo'libmi ba'zi kunlari biz sistemadagi uchurlarni, masalan, sizniki C disk bo'lib qolsa, C diskidan D diskiga ko'chirish yoki bo'lmasa, mana hozir avtomatik ochildi. Mana dal 47 o'tdi. Qarang, avtomatik ochilibdi. Yana qarab turaylik, 49 o'tganda bu programmadan yana birisi ochilishi kerak. Chunki biz har 2 minutda shu programmani avtomatik ochadigan USBni o'rlashtirdik. Undan boshqa, masalan, siz kompyuteringizga ba'zi vaqtida, masalan, ba'zi torbetni ochadigan yoki ba'zi kino torbetni avtomatik ochadigan mushtaq program baylab qo'ysangiz, bu bo'ladi. Yoki uyda kichik bolalaringiz bo'lib qolsa, soat 9-10lardan keyin shu kompyuterni avtomatik o'chiradigan qilib belgilab qo'ysangiz bo'ldi. Odatda kompyuterni avtomatik o'chiradigan programmani siz tordan izlab topa olasiz. Topgandan keyin shu programmani bekitib qo'ysangiz avtomatik o'chiradi. Hozir mana 48 o'tdi. Biz ekranga qarab turaylik. Ma hisoblag'ich, ya'ni calculator programmidan yana birisi chiqishi kerak. Odatda Windows'niki shu o'zingiz ishlatadigan kompyuterda yoki mulozimatchi mashinada, buni Windows Server deymiz. Shu programmalar bo'ladi. Biz yumshoq detal loyilashda bu programmani intayin jiq ishlatamiz. Chunki sizniki loyilab qo'ygan programmangiz belgilangan vaqtida avtomatik holda ijro qilinishi kerak. Hozir 48, 49 o'tganda yana bir shu programma calculator ijro bo'lib ekranda ko'rinishi kerak. Hozir mana qarang, bizning ekranda ikkisi paydo bo'ldi. Agar men shu USBni to'xtatmasam,
Bu programma her 2 minutda birisi açıldı. Hem de tüvende bu vazif icra qilishninki tarixini ko'rib boqayli. History degan shu vazifa ijro qiluvchiniki tarixi degan gap. Hozir bu ko'znakda mana nimasi ko'rsatib qo'yay. Mana 8 dan 49 da task started degani vazifa ijro qiluvchi boshlandi. Ma vaqtda oxirlashdi. Ondan uning oldida oldiga qarasangiz, mana 8 dan 47 da task action started, vazifa ijro qiluvchi boshlandi. 49 da task oxirlashdi. Ondan uning oldida biz 45 o'tganda task started, ya'ni vazifa ijro qiluvchi boshlandi, oxirlashdi. Demak, mushudan ko'rib tursiz, har 2 minutda bu vazifa ijro qilindi. Chunki biz mushu hisoblag'ichni echish vazifani o'rlashtirgan vaqtimizda ma'lumki xosligi, ya'ni properties, mousening o'ng tarafini chekib, property'ni assaq, mayerdagi tushirgir deganni ko'rishga bo'ldi. Her 2 minutda biz programmani avtomatik açishni bekitib qo'ygan. Bugungi shu darsimizda men sizga Windows'dagi nihoyatda muhim bo'lgan vazifa o'rlashtiruvchi programma task schedule'ni tunishtirib o'tdim. Qolgan programmalarni keyingi soatda sizga tushuntiraman. Mana programmani o'chirib o'tay.